Dostlar videonun ahırına görüp videonun başından bir like basamız. Yerдің puluna 2 etajlı kotej, 1 etajı tayyor. Assalomu alaykum hurmatli Boston Makler YouTube kanalı obunachilari. Bugungi obzorumizda 12 sotik hovli joy bo'ladi. Qurilish tugallanmagan planlarni vobshe gap bo'lishi mumkin emas. Ko'cha tarafdan kirish eshigi, katta shunday oynalari, planlari dahshat videoda buni tushuntirib boramiz. Planlar, chizmalari hamma narsasi bor. Videoning oxirida qo'yib o'tamiz. Shunda kirganingizda katta pajani xod bo'ladi. Ko'rib turganingizdek xonalari hammasi razdelniy. Podushkalarga e'tibor beramiz. Podushkalari 30 sm etib quyilgan. Üstü fundamenti 70 cm. Общий 1 metr bo'ladi. Armaturalar bilan, Tesla postlar bilan zo'r etib ishlangan. Kirganingizda chap qo'lingizda katta bir zal bo'ladi. Zalimiz ham ko'chaga qaragan katta bir oynasi bor. Qaptaga qaragan, orqaga qaragan 2 dona oynasi bor. To'rtida spalni uchun joy qoldirilgan. Do'stlar, planlarni aytaman gap bo'lishi mumkin emas. Hozirgi zamonning talabina javob beradi deb ishlangan. Bu yerimizda shu yerdan перегородка bo'ladi, orqaga zal bo'ladi. Bu tarafı ota-onalar uchun yotoqxona bo'ladi. Nechun deganda, bu ota-onalar yotoqxonasiga kirish eshigi bo'ladi. Bu tarafimiz spalnidan sanuzelga kirish eshigi bo'ladi. Ana shu uгылda 2 dona sanuzel joylashadi. Общий и spalnining ichida ota-onalar uchun bir dona sanuzel joylashadi. Orqa tarafga pajani xodga chiqish eshigi, portishka o'rinlari bor. Ko'rib turganingizdek, charqaloqlar ham hammasi betondan qilingan. Bu tarafimizda detskiy 2 dona spalni bo'ladi. Bu yerimiz eshigi katta desanglar, bu yerni общий MDF eshikdan qo'yamiz chiroyli tutib. Ana shu yerdan bo'linadi bu. Ikki tarafga ikki eshik tushadi. O'rtada перегородка bo'ladi. Bolalarimiz uchun, qizlarimiz uchun 2 dona bolalar yotoqxonasi tushadi. Endi kirganingizda o'ng qo'limizda katta bir почти zalday xonasi bor. Zal qilsanglar ham bo'ladi, lekin egalari plani bo'yicha oshxona qilib planlashtirgan ekanlar. Sababi oilaviy choy ichib, yeb ichib o'tirish uchun. Bu yerimiz ham katta. Ko'cha tarafga qaragan oynasi bor, xonalar yorug' bo'lish uchun. Fundamentlarni aytdim, 30 sm etib podushka quyilgan, o'rtasi 30 sm 1 metr etib quyilgan. Ustida 70 sm fundamenti bor, armaturalar bilan ishlangan. Mana ko'rsanglar bo'ladi, hamma yer armatura. Joyimiz 2 etajga moslangan, kolonlar ham 14 dona kolon o'rnatilgan. Ustidan 80 foizni quyib, sразу 2-etajga ko'tarib ketsanglar ham bo'ladi. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, penoblokdan joy bo'ladimi deb. Buni olib tashlash qiyin emas. Qarasanglar, olib tashlab turib, xom kabish, pishgan kabish aralashtirib solib, 2-etajni tiklab olsanglar bo'ladi. Zato joyning suyagi mahkam, tayyor. Do'stlar, uyimizning ichki planlarini tushuntirib chiqdik, ko'rdinglar. Mana ko'rganingizda joyimiz 12 sotikka uglovoyga joylashgan bo'ladi. 20 metrga 60 metr bo'ladi. Joyimizning tashqi fasadi bu tarafga bir ko'cha tushgan. Ko'rib turganingizdek, bu ağaçlar lekin qo'ng'ishlarniki bir tarafga ko'cha tushgan. Siz garaj yo'q deyishingiz mumkin. Garaj uchun отдельный bu tarafida mana 5-6 metr zahvat yeri bor. Buni garaj qilib solib olsanglar bo'ladi. Orqa taraflaridan tanishtirib o'taman. Do'stlar, ko'rganingizdek, joyimiz yaxshi puxta qilib ishlangan. Manzilimiz Ellikqal'a tumani Jasorat ofisida joylashgan bo'ladi. Orientir Zagat punktning qaptonidan kirib kelganingizda birinchi ko'cha. Shunda to'rda oxirida birinchi joy bo'ladi uglovoyda. Orqa taraflarida mana yerlari zo'r, tayyor turibdi egishga. Ana shu orqangizdagi Amirobod kanali bo'ladi. Suvda umuman muammo yo'q. Suvning yuzida joylashgan. Bu yerda gaz, svet, suv hamma narsa bor. Bu tarafimiz mana Amirobod kanali bo'ladi. Bu yog'imiz mana sizni oziq uyingiz xudo xolasa. Tayyor. Yerlarga qarang, ajoyib bo'lib turibdi. Boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Qiziqqanlar bo'lsa, pastdan nomerga telefon etsanglar, o'zlaringiz olib ko'rsangiz. Narxini kelsak, narxi $15,000. Bizlarning kanal nomidan kelsanglar, ustida kelishlar qaytiladi. Payg'asi bor, qatib qo'ygan narx emas. Hammaga rahmat, bizni kuzatishda davom qiling. Do'stlar, Bo'stondan kelishda chap qo'limizdan orqamizda turgan Zagat punkt bor. Shu Zagat punktdan o'tganingizdan keyin sразу chapga yo'l tushadi. Oxirindagi birinchi joy Amirobod kanalining bo'yinida bo'ladi. Bu tarafimiz To'rtko'l tarafdan, Saribi tarafdan kelish bo'ladi.